Xitoy kommunistleri Sharqi Turkistonda yo'lga qo'ygan atalmış qo'shmoq oila siyosati nomida Xitoy qarindishi tuqqini ziyorat qildi degan shuar bilan haroq ziyofatlari uyushtirmoqda. Turkiston agentligining xabar qilishicha, Qizilsuv Qirg'iz oblastida qirg'iz analarga majburiy haroq ichkizilgan. Shuning bilan bir vaqtda sorunda erlarning yo'qligi diqqat tortdi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi Yevropa parlamentida Uyg'ur kuni faoliyat o'tkazdi. 26-iyun o'tkazilgan faoliyatda Yevropa parlamentida Uyg'ur do'stlik gruppasining qurilishi va Sharqi Turkiston masalasining texmo ko'p kun tartibga elib kelinishi haqida muzokaralar elib berildi. Rossiya Su-35 urush aeroplanining setilishi haqida Xitoyga taklif sunganligini va javobini saqlayotganligini bildirdi. Rossiya Federatsiya Harbiy va Texnika Hamkorlik Komiteti e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, Xitoyning bundan burun Rossiyadan setib olgan Su-35 tipli urush aeroplanlaridan texmo ko'p setib olish uchun taklif sunilgan. Bayonotda Xitoy tarafga yana bir Su-35 gruppasini o'z ichiga olgan zamonaviy qurollar va Rossiyada ishlangan harbiy uskunlarni setib olishga doir taklif sundiq, javobini saqlayapmiz deyildi. NATO baş katibi Stoltenberg Erdoğan bilan Trumpning 20 davlat guruhi yig'inida uchrashganligi haqida to'xtalib, bu uchrashishda hammamiz uchun qiyin masala bo'lgan S-400 ning setib olishi haqida bir ilgirlash bo'lishini umid qilaman dedi. Shundaqla Stoltenberg NATOning bugun muhim bir qadam bosganligi haqida xabar berib mundaq dedi. Keng doiralik olam bo'shliqi siyosatini ma'qulladik. Olam bo'shliqi ittifoqimizning mudofaasida muhim rol o'ynaydi. Türkiye qurolli qismlarining eng cho'ng kuchi bo'lgan quruqliq armiyasi qurilganligining 2228 yillik xotira kuni o'tkazilmoqda. Quruqliq armiyasi qo'mondonlik shtabining asosi milatdan burungi 209-yili Buyuk Hun imperatori Metaxon tomonidan qurilgan. Tunji bo'lib Metaxon tomonidan qurilgan Turk quruqliq armiyasida 10 ming otliqdan tashkil topgan eng cho'ng birlikka tuman nomi berilgan. Tumanlar minglarga, minglar yuzlarga, yüzler onlarga ayrılgan bolup, her birinin beşide tümen beşi, ming beşi, yüz beşi ve 15'i unvanları bolgan komandanlar bar idi. Türk Quruqluq armiyasi qurilganligini 2228 yıllıqqa mübarek bolsun.